BMI nazariyasiga amal qilgan inson muvaffaqiyatli bo'ladi deb o'ylayman. Yoki IBM. I bu ilm. Ya'ni har bir inson bor ekanki, bolaligidan umrining oxiriga qadar ilm izlashi shart. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar. Ikkinchisi bu baraka. Har bir qilayotgan ishimizni boshlashdan oldin to'g'ri niyatimiz bo'lishi shart. To'g'ri niyat bo'lsagina bizning ishimizda baraka bo'ladi. Kim bilandir qanaqadir kelishuv qilyapsizmi? U kelishuvni necha million, necha milliard olib kelishini emas, balkim o'sha keladigan millionlar to'g'ri keladimi? Birovni qalbini og'ritmasdan keladimi? Birovni baxtsizligi natijasida u millionlar kelyaptimi yoki unaqa emasmi degan savollarni har bir tadbirkor o'ziga berish kerak. Raqamlarga emas, o'sha kelishuvdan keladigan barakani o'ylab har bitta qadamini qo'yadigan inson hech qachon adashmaydi deb o'ylayman. Va uchinchisi bu me'yor. Inson har bir narsada, har bir qadamda me'yorni bilish kerak. Farzandini yaxshi ko'rishda ham me'yor bo'lish kerak. Xarajat qilishda ham me'yorni bilish kerak. Tejashda ham me'yorni bilish kerak. Shundagina inson har tarafdan o'zini haqiqiy biznes diplomat tasavvurimdagi inson o'ziga berish kerak bo'lgan unvon haqiqiy biznes diplomat deya ata olishi mumkin deb o'ylayman.